Assalomu alaykum YouTube ahli. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana Xudo xolasa ikkinchi ishimizni ham boshladik. Baliqchi rayonida edik. Birinchi qatorni boshlayotganda video qo'ygan edim. O'shani ikkinchi qatorni boshladik Xudo xolasa. Baqsa mana tekisliklari, qirqilgan jarayonlari jicha-picha yomg'ir yog'ib, taqsani raxini picha nima qilganda mana qo'parib qo'ygan. Yomg'ir yaxshigina yomg'ir yog'di. Shunda ham paxsamiz turdi managa joyida, yiqilmagan. Mana bu joylariga seysmopoyez qo'yiladi. Beton qo'yilib chiqadi. Mana o'sha ikkinchi paxsani boshlashdi. Tekisliklari mana eshikda qirralari aytlariga mana sim tashlagan sabab beton qo'yiladi, orasida qolib ketadi. Shuni hisobiga deyapti. Mana tep-tekis chiqqan. Polni tortilib, atves tashlanib, qirqiladi paxsa. Usta buva boshladi Xudo xolasa paxsa urishni. Paxsa urush jarayoni. Burchaklari tekis chiqadi. Tepagacha bir xil davolib. Uzun 9 metr mehmonxona, koridor, xonalari. Vodiy bo'ylab xizmatdamiz. Abisanalarga nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Farg'ona, Andijon, Namangan bo'ylab. Katta ob'yomlar bo'lsa kelishilgan narxda bo'ladi. Narxi qanaqa deganlarga kommentariyada yozishyapti. Mana bo'yi, yarim bo'yi 1 metri 65 ming so'mdan qilyapmiz. Kvadratiga 130 ming so'm. Birga biri. 1 metr uzunasi, 1 metr balandligi 130 ming so'm. Hamyonbop narxlarda bo'ladi. Toshdan, penoblokdan, gazoblokdan arzon tushadi. Vodiy bo'ylab xizmatdamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'lasizlar.